o'zi sevgi 3 ta narsa tanlamas ekanda. Sevgi yosh tanlamas ekan, sevgi millat tanlamas ekan, sevgi chegara tanlamas ekan. 80 ga kirgan bobo ham bir 70 yoshli momoni yaxshi ko'rib qopti. Shunda bobo aytgan ekan, "Ey, qariganda quyilmadik, kirmadi hech yesimiz. Zebi momo ikkimiz yozishamiz esimiz." Shu esim biz orqali olgan edik topishib, shundan beri telefonga qolyapman yopishib. Zebi qurg'ur ba'zida ko'ngil g'ashlab qo'yadi. Ayni yarim kechasi gudik tashlab qo'yadi. Zebi jonim mayliga, poyinga tiz cho'kaman. Mayli gudik tashlayman, o'zim qaytib chiqaman. Zebi deydi har kuni tashla qilib jonimni 10 yil oldin to'proqqa topshirganman chalimni. Keyin esa qiqirdan so'ragandi yoshimni 80 deyman deb chitib yaribman. Og'zimdagi nosimda degan ekan. Momo bilan 80 yoshda ham sevilavering. Hamma gap